Amerika Qo'shma Shtatlari hududida yuz bergan mudhish jinoyatlar haqida so'zlashda davom etamiz. Bu voqea butun dunyoni larzaga solgan. Millionlab odamlar internet orqali kuzatgan va hozirgacha eng mashhur jinoyat ishlaridan biri hisoblanadi. Gabby Petito ishi. ...22 yoshli Gabby Petito va uning 23 yoshli yigiti Brian Laundrie orzularidagi sayohatga chiqishadi. Ular AQSh bo'ylab maxsus furgonda sayohat qilib, YouTube va Instagram uchun videolar tayyorlashni rejalashtirishgan edi. 2021-yil iyul oyida Gabby va Brian Nyu-Yorkdan yo'lga chiqadi. Ularning maqsadi AQShning milliy bog'larini kezib chiqish va bu sayohatni ijtimoiy tarmoqlarda hujjatlashtirish edi. Gabby Instagramda minglab kuzatuvchilarga ega bo'lib borayotgan edi. Ularning videolari va suratlari tashqaridan qaraganda mukammal juftlik taassurotini uyg'otardi. It is really nice and sunny today. Just set up my hammock in one of these trees. And we're kind of like in the desert. Maybe a few trees. Ammo kameralar ortida vaziyat boshqacha edi. 2021-yil 12-avgust kuni Utah shtatidagi Moab shahri yaqinida guvohlar politsiyaga qo'ng'iroq qilishadi. Ularning aytishicha, bir erkak va ayol ko'chada janjallashayotgan edi. Politsiya Gabby va Brianning furgonini to'xtatadi. Bu voqea bodycam kameralariga yozib olinadi. Videoda Gabby yig'layotgani, ruhiy bosim ostida ekanligi ko'rinadi. Brian esa nisbatan xotirjam ko'rinadi. Don't worry, just be honest. Like grab my face, like this. I definitely have a cut right here, so I can feel it. Yeah. I'm not complaining about Is it bruised or tender or anything like that? No. Okay. I'm fine, and I look good. Politsiya ularni vaqtinchalik ajratadi. Biroq hech kim bir necha hafta ichida bu video butun dunyo bo'ylab millionlab marta tomosha qilinishini bilmas edi. Oradan bir necha hafta o'tadi. 25-avgust kuni Gabby oilasi bilan oxirgi marta bog'lanadi. Shundan keyin undan hech qanday aniq xabar kelmaydi. 1-sentyabr kuni esa Brian Laundrie Floridadagi uyiga qaytadi. Eng g'alati tomoni shundaki, u yolg'iz qaytgan edi. Gabby esa yo'q edi. Brian Gabby qayerdaligi haqida hech qanday izoh bermaydi. U politsiya bilan hamkorlik qilishdan bosh tortadi. Gabby oilasi xavotirga tushadi. 11-sentyabr kuni ular qizining yo'qolganligi haqida rasmiy ariza topshiradi. Shundan so'ng butun Amerika bo'ylab qidiruv operatsiyasi boshlanadi. Federal tergov byurosi, mahalliy politsiya va ko'ngillilar ishga jalb qilinadi. Millionlab odamlar internet orqali qidiruvga qo'shiladi. Bu paytda yana bir muhim dalil paydo bo'ladi. YouTube sayohatchilaridan biri o'zining dashcam videosini internetga joylaydi. Videoda Gabby va Brian yashagan oq rangli Ford Transit furgoni Wyoming shtatidagi Grand Teton milliy bog'i hududida ko'rinib qolgan edi. Tergovchilar aynan shu joyni tekshirishga qaror qilishadi. 2021-yil 19-sentyabr kuni qidiruv guruhi dahshatli manzaraga duch keladi. Grand Teton milliy bog'i hududidan Gabby Petitoning jasadi topiladi. Sud tibbiy ekspertizasi uning bo'g'ib o'ldirilganini aniqlaydi, ammo asosiy savol hali ham ochiq edi. Brian Laundrie qayerda? Jasad topilganidan 2 kun o'tib Brian ham bedarak yo'qoladi. Endi politsiya nafaqat qotillikni, balki asosiy gumondorni ham qidirayotgan edi. Yuzlab politsiyachilar, dronlar, qayiqlar va vertolyotlar Floridadagi Carlton Reserve hududini tekshira boshlaydi. Qidiruv haftalab davom etadi. Millionlab odamlar har kuni yangiliklarni kuzatadi. Nihoyat 2021-yil 20-oktyabr kuni qidiruvchilar Brian Laundriega tegishli buyumlarni topishadi. Oradan ko'p o'tmay uning jasadi qoldiqlari ham aniqlanadi. Yaqinida daftar ham topiladi. Daftardagi yozuvlar o'rganiladi. Tergov natijalariga ko'ra Brian Laundrie Gabby Petitoni o'ldirganini tan olgan yozuvlar qoldirgan. Shuningdek, ekspertlar Brian o'z joniga qasd qilgan degan xulosaga kelishadi. Shu tariqa ish bo'yicha sud jarayoni bo'lmaydi, chunki asosiy gumondor allaqachon vafot etgan edi. Biroq voqea shu bilan tugamadi. 2022-yil Gabby oilasi Brian Laundrie oilasiga qarshi fuqarolik da'vosi bilan sudga murojaat qiladi. Ish kelishuv bilan yakunlanadi. Gabby Petito ishi internet davridagi eng mashhur jinoyatlardan biriga aylandi. Bodycam videolari, dashcam yozuvlari, Instagram postlari va YouTube videolari tergovning muhim qismiga aylangan edi.
Bu ish yana bir haqiqatni ko'rsatdi. Ijtimoiy tarmoqlarda mukammal ko'ringan hayot har doim ham haqiqatni aks ettirmaydi. Millionlab odamlar havas qilgan sayohat ortida qo'rquv, mojaro va oxir oqibat o'lim yashiringan edi. Gabby Petito ishi bugungi kungacha AQSh tarixidagi eng mashhur va eng ko'p muhokama qilingan qotillik ishlaridan biri bo'lib qolmoqda.